Assalomu alaykum. Efirda bugun yangiliklar dasturining kunduzgi soni. Sizni kunning eng muhim madaniy ma'rifiy voqealari bilan tanishtiramiz. Inson dunyoning qaysi burchagida yashamasin, uning qalbida doimo o'z ildiziga, ona vataniga bo'lgan alohida bir sog'inch va intilish yashaydi. Ayniqsa bu tuyg'u olisda o'sayotgan jajji bolajonlarimizda shakllanayotganini ko'rish juda maroqli. To'g'ri aytdingiz. Iroqda turli madaniyatlar qurshovida yashab, ona tilimizni unutmagan, milliy urf-odatlarimizni mehr bilan o'rganayotgan farzandlarimiz haqiqiy faxrimizdir. Aynan mana shunday ezgu maqsadda Milliy tiklanish demokratik partiyasi hamda vatandoshlar jamoat fondi hamkorligida Anor loyihasi yo'lga qo'yilgan edi. Unda 14 ta xorijiy davlatdan kelgan yosh vatandoshlarimiz bir davrada jamlandi. Muhimi bu shunchaki hordiq emas. Loyiha doirasida bolajonlar o'zbek tili bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Shu haqda muxbirimiz lavha tayyorlagan, e'tibor qaratamiz. Xorijda istiqomat qilib kelgan 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan vatandoshlar bugun yangi O'zbekistonda birlashishdi. Anor loyihasining asosiy maqsadi xorijda istiqomat qilayotgan yosh avlod qalbida ona yurtga bo'lgan cheksiz hurmat va muhabbatni kamol toptirish, ularni O'zbekistonning boy tarixi, ma'naviy merosi hamda go'zal milliy an'analarimiz bilan yaqindan tanishtirishdir. Bu oromgohda bir necha yildan beri xorijda yashaydigan vatandoshlarimiz farzandlari yozgi ta'tilda dam olib ketishyapti. Men bundan 2 yil oldin ham kelib bolalarga jurnallar tarqatib ketgandim. Bir narsaga xursand bo'ldik, garchi ular o'sha Qozog'iston, Qirg'izistonda yashasa ham o'zbek tili maktablarida o'qishadi. Bolalarga O'zbekistonda chop etilgan o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlar ham tarqatilib, taniqli yozuvchi shoirimiz G'ofur G'ulomni Shumbola asari berilgan. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Qayerdan keldingiz? Koreyadan kelganman. Sizga oromgoh yoqdimi? Ha, yoqdi. O'zbekistoncha. O'zbekiston juda ham yaxshi ko'raman. Nimalari ko'proq? Ovqatlaridan shashlik, somsa, osh. Oromgoh necha? Oromgoh 10 dan 10. Basen, suzmazi. 7 da turamiz. Koreya yaxshimi, O'zbekistonmi? Albatta, o'zimning vatanim O'zbekiston. Bugun ushbu ezgu tashabbus doirasida yana bir muhim tadbir ommaviy diktant loyihasi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 14 mamlakatidan kelgan 250 nafar o'g'il-qiz o'zbek tilida to'g'ri va chiroyli yozish ko'nikmalarini sinovdan o'tkazishdi. Ayni damda diktant yozish jarayoniga start berildi. Diktant yozish orqali bolajonlarning o'zbek tili bilish darajalarini yanada mustahkamlash va tekshirish ko'zda tutilgan. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizcha ular o'zlarini ona tillarini qanday bilishadi? Shu jumladan ularning farzandlaricha. Biz xuddi shu savoldan kelib chiqqan holda bugun birinchi marta o'zbek tili oromgohi tashkil etildi. Ularni bugun o'zini ona tilidagi biz savodxonligini, o'zbek tilidagi savodxonligini demak o'rganish uchun mana shu ommaviy diktant loyihasini tashkil etdik. Bu o'ziga xos sinov, imtihon, lekin uni natijalari o'ylaymizki bizni quvontiradi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qiluvchi vatandoshlarimiz bilan ommaviy diktant o'tkazildi. Bu yerda yosh jihatdan turli yoshdagi demak bolajonlarimiz bu diktantda ishtirok etishdi. Mana hozir diktant tekshirish jarayonlari ketyapti. Hozir mana diktant boshlanishidan oldin o'sha vatandoshlar fondi tomonidan o'sha bolajonlarga alohida sovg'alar borligi e'lon qilindi. Kayfiyatlar qanday? Zo'rmi? Qanday bo'ldi diktant? Diktant zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Unaqa 5 olaman, 5+ olaman deb o'ylayman. Sizdachi? Men ham shunaqa juda ham chiroyli yozdim. Men ham 5 olaman deb o'ylayman. Sizcha? Men chiroyli yozdim, lekin ozgina qiynaldim. Men so'zlari uzunligida qiynaldim. Anor loyihasi yosh vatandoshlarimiz uchun milliy o'zlikni anglash, ota-bobolar merosiga ehtirom va vatanga bo'lgan sadoqat tuyg'ularini qalbga singdiruvchi muhim ko'prikdir.